Taqvodor okili sizlarga eng zo'r premium toifadagi kvartiramizni olib qo'ydi. Yep-yangi premium toifadagi kvartiramizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi xonamiz oshxona bilan zal. Xonadonimizning umumiy maydoni 51 kvadrat tashkil etadi. Kuxonniy garniturlar bilan jihozlangan. Gazovый plita, вытяжка, стиральная машина, освещение qadrli do'stlar, dekorativniy lustra, mягкая mebel va undan tashqari холодильникlar bilan ham jihozlangan. Barcha jihozlar qoladi, faqat bitta televizor olib chiqib beriladi. Navbatdagi xonamiz eng kerakli xonalardan biri. Er-xotinlar uchun yotoqxona. Konditsioner, рабочая zona, отопительная система, теплый polda qilingan, lyustralar qo'yilgan, dekorlar qilingan, двухспальная кровать, neonovые подсветкаlar, встроенный mebel. Dальше ketamiz. Koridorimiz kompaktniy, обувная zona, встроенный mebel bilan jihozlangan. Ro'paramizda общий sanuzelimiz dushovol formatda qilingan qadrli do'stlar. Shaharimiz qoq markazi, Shayxontohur tumani, Sebzor mahallada, yo'l yuzida, Ko'xota masjidining yonginasida premium toifadagi kvartiralarimizdan birini sotuvga qo'ydi. 51 kvadrat metrga ega narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 90 ming AQSh dollari belgilandi. Juda ham perspektivniy, likvidniy joyda, optimalniy narxda sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.